Bugungi MBT'da hozirgi kunda moliyaviy bozorlarni harakatga keltirayotgan asosiy omillarni ko'rib chiqamiz. FRS siyosati, foiz stavkalari bo'yicha noaniqlik, dollar dinamikasi, oltin va neft harakati, shuningdek, kriptovalyuta bozoridagi vaziyat. Bu yerda faqat yangilik emas, balki mantiq, bozor nima uchun aynan shunday harakat qilyapti va oldimizda qaysi ikki asosiy ssenariy bor. Shuni tahlil qilamiz. FRS va foiz stavkalari. Bozor noaniqlikda. FRSdan kelib turgan so'nggi signallar bozorda noaniqlikni oshirdi. Inflyatsiya hali ham muhim omil bo'lib qolmoqda va regulyator ichida yagona pozitsiya shakllanmagan. Ayrim a'zolar qattiq siyosatni saqlab qolishni qo'llab-quvvatlamoqda. Foiz stavkasi bu pulni qiymati. U aksiyalar, dollar, oltin va kriptovalyuta harakati uchun asosiy omil hisoblanadi. Ssenariy 1. Qattiq siyosat. Agar inflyatsiya kutilgandan yuqori bo'lib qolsa va FRS qattiq pozitsiyani saqlasa, bu nima degani? Birinchidan, dollar kuchayishi mumkin, oltin va kriptovalyuta bosim ostida qolishi mumkin. Aksiya bozorida volatillik oshadi, do'stlar. Bu holatdagi strategiya dollar bo'yicha ustuvorlik va risk aktivlariga ehtiyotkorlik bo'ladi. Ssenariy nomer 2. Yumshoq siyosat. Agar iqtisodiy ma'lumotlar sustlashsa va bozor stavkalarining pasayishiga ishona boshlasa, demak, aksiyalar o'sish impulsini oladi, oltin harakatni yuqoriga davom ettirishi mumkin, dollar o'z kuchini yo'qotadi, ya'ni zaiflashadi. Bu holatda risk aktivlarida umumiy olganda long, ya'ni buy imkoniyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Bu haqida yana batafsil gaplashamiz texnik tahlil qismida, do'stlar. Ikkinchi mavzuga o'tishimdan oldin qisqa eslatma aytib o'tmoqchiman. Agar sizga ushbu format foydali bo'lib turgan bo'lsa, like bosing, izoh qoldiring va kanalimga obuna bo'ling. Bu oddiy chaqiriq emas, aziz do'stlar. YouTube algoritmlari auditoriya reaksiyasiga qarab ishlaydi. Bu formatni har oy davom ettirishim kerakmi, yo'qmi? Aynan sizlarning faol bo'lishlaringiz orqali tushunaman. Ya'ni like, kommentariy va podpiska sonlari orqali. Agar kontent ma'qul bo'lib turgan bo'lsa, yoqsa, qo'llab-quvvatlang. Men esa sizlarga yanada ko'proq va sifatliroq tahliliy videolar qilib beraman. Oltin xavfsiz aktivga talab bo'lmoqda. So'nggi sessiyalarda oltin narxi yana o'sishga harakat qildi va oldingi kuchli impulsdan keyin pozitsiyalarini tikladi, do'stlar. Esimizda bor, yanvar oxirida biz oltinda katta qulash ko'rdik, keyin o'zini tikladi, keyin yana qulash sodir bo'ldi va mana shu haftani boshidan boshlab do'stlar o'zini tiklab kelmoqda. Investorlar va treyderlar hozir ikki asosiy omilni baholamoqda. Birinchisi bu geosiyosiy xavflar va FRS siyosati bo'yicha noaniqlik. AQSh-Eron o'rtasidagi keskinlik va yadroviy muzokaralarda ham taraqqiyot yo'qligi xavfsiz aktivlarga talabni oshirib kelmoqda hozirgi kunda. Shu bilan birga Rossiya-Ukraina mojarosida ham aniq yechim ko'rinmayapti. Bu haqida praktiski har kuni biz eshityapmiz. Bu esa global xavf mukofotini oshiradi, albatta. Bir vaqtning o'zida FRS bayonnomalari aralash signal bermoqda. Ayrim a'zolar inflyatsiya yuqori bo'lsa, yana qat'iy siyosat kerak deb hisoblaydi. Boshqalar esa yil oxirigacha yumshash ehtimolini inkor qilmaydi. Stavkalar uzoq vaqt yuqori bo'lsa, dollar va obligatsiya daromadligini o'stiradi, ya'ni ularning daromadligi oshadi. Bu esa foiz to'lamaydigan oltin uchun bosim omili bo'ladi. Hozir oltinga ta'sir qilib turgan asosiy omillar bu geosiyosiy xavflar, FRS ritorikasi, dollar dinamikasi, PCE inflyatsiya ma'lumotlari, do'stlar, bu juma kuni chiqadi. Demak, birinchi ssenariy narxni yuqoriga qarab ketishi. Agar geosiyosiy vaziyat yanada keskinlashsa yoki inflyatsiya pasayib bozor yumshashni baholay boshlasa, oltin yangi yuqori darajalarga harakat qilishi mumkin bo'ladi. Bu yerdagi strategiya juda oddiy long, do'stlar, ya'ni buy.
Ssenariy nomer 2 narxni pastga qarab ketishi. Agar PCE, ya'ni juma kuniga chiqib turgan inflyatsiya ko'rsatkichi kutilgandan yuqori chiqsa va FRS qattiq pozitsiyani saqlasa, dollar kuchayishi mumkin va yangilikni kuchiga qarab oltin qulashi mumkin yoki korreksiya berishi mumkin. Bu holatda strategik short bo'ladi. Bularning barchasini texnik tahlil qismida ushbu videoda batafsil grafikda ko'rib chiqamiz aziz do'stlar. Endi neft geosiyosat va balans o'rtasida turibdi hozir. Payshanba kuni neft narxlari ko'tarildi. Bunga sabab Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasidagi ehtimoliy harbiy to'qnashuv xavotirlarini kuchayishi bo'ldi. Chunki ikkala mamlakat ham neft ishlab chiqaruvchi mintaqada harbiy faoliyatni jadallashtirib yuborishdi. Ikkala etalon narx ham, ya'ni ham WTI ham Brent markalari payshanba kuni 6 oylik eng yuqori ko'rsatkichlarga yaqinlashdi. Bu yerda treyderlar kelajakdagi AQSh va Eron o'rtasidagi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan urushni hisobini olishdi. Nimaga unaqa? Chunki urush bo'lsa, neft yetkazib berish logistikasida muammo bo'ladi va bu qo'rquv neft narxiga 4% qo'shib berdi. Neft narxlarining so'nggi ko'tarilishi bozorni allaqachon sezilarli geosiyosiy xavf mukofotini kuchaytiradigan dalolat beradi. Chunki dunyoning eng muhim neft yo'li yana to'qnashuv yuz berishi mumkin bo'lgan masofada joylashgan. Demak, hozirda neft ikki yo'nalishli muhitda harakat qilmoqda. Qisqa muddatda geosiyosiy xavflar narxga premiya qo'shib bermoqda, ya'ni qo'shimcha bonus qo'shib bermoqda. O'rta muddatda esa taklif o'sishi narx o'sishini cheklashi mumkin degan xavfni o'z ichiga olyapti. Ya'ni OPEC va OPEC plus tarafdan qazib olish limitlari oshiriladigan bo'lsa va talab unchalik katta bo'lmasa, taklif ko'payadi, talab pasayadi va shu tariqa neft narxi yana tushishi mumkin bo'ladi. Demak, bizda bu yerda ham ikkita ssenariy mavjud aziz do'stlar. Birinchi ssenariyimiz narxni yuqoriga qarab ketishi. Agar keskinlik oshsa, AQSh va Eron o'rtasidagi neft yaxshigina impuls olishi mumkin bo'ladi. Kunlik time frame'da lokalniy maksimum proboy qilishini kutishimiz kerak bo'ladi va bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Ssenariy nomer 2 narxni pastga qarab ketishi. Bu holatda nima narsa sodir bo'lishi mumkin? Vaziyat agar barqarorlashsa, bosim kuchayishi mumkin va kichik time frame'da razvorot bo'lishini kutib, katta TF yo'nalishida bitim ochishimiz kerak bo'ladi. Bularning barchasini MBT'ning texnik tahlil qismida batafsil ko'rib chiqamiz aziz do'stlar. Dollar stavka va xavf o'rtasida turibdi hozir. Dollar hozir murakkab balansda. Bir tomondan FRS stavkasi uzoq vaqt yuqori saqlab qolishi mumkinligi dollarni qo'llab-quvvatlab turibdi hozir. Ikkinchi tomondan siyosiy va institutsional noaniqlik investorlarni va treyderlarni ehtiyotkorlikka chorlamoqda. FRS bayonnomalaridan keyin dollar biroz kuchaydi, chunki higher for longer ssenariysi yana kun tartibiga qaytdi. Yuqori daromadlik xorijiy kapitalni jalb qiladi. Biroq agar iqtisodiy ma'lumotlar sushilisha boshlasa, dollar bosim ostida qolishi mumkin. Bu yerda ham bizda ikkita ssenariy mavjud, ammo bu ssenariy hozirgi holatida. Keyingi holatida odamlar aprel oyini kutmoqda. Aprel oyida Jerome Powell o'z karyerasini o'z muddatini predsedatel FRS sifatida yakunlaydi, FRS rais sifatida va bu yerda Donald Trump o'zini odamini u yerga qo'ymoqda. Jerome Powell agar keskin ravishda foiz stavkalarini tushirish tarafdori bo'lgan bo'lsa, yangi keladigan inson Donald Trump tarafidan qo'yilib turgan inson, bu odam foiz stavkalarini keskin tushirish tarafdori emas. Ya'ni Jerome Powell agar foiz stavkalarini keskin tushirish tarafdori bo'lsa-yu, foiz stavkalari keskin tushsa, bu qo'pol qilib aytganda, mana treyderlarga yo'naltirilgan holatda tilloga ijobiy ssenariy ko'rsatiladi, dollar zaiflashadi. Ya'ni kelib turgan insondagi holati teskari. Shu sababli, ya'ni bu yerga ko'p boshqa omillar mavjud. O'sha paytlari biz bularni ko'rib chiqamiz, lekin aynan mana shu holatda hozir bizda ikkita ssenariy bor. Ya'ni birinchi ssenariy bu dollarning kuchayishi, agar inflyatsiya barqaror qolsa va FRS qattiq ritorikasini saqlab qolsa. Dollar yuqori yo'nalishini davom ettirishi mumkin bo'ladi va bu holatda dollar juftliklarida long ustuvor bo'ladi, major valyuta juftliklarida. Ikkinchi ssenariy dollarning zaiflashish ssenariysi. Agar juma kunidagi PCE past chiqsa va yumshash haqidagi kutilmalar kuchaysa, dollar pasayishi mumkin. Bu holatda yevro dollar va boshqa juftliklarda o'sish imkoniyati paydo bo'ladi. Bitcoin likvidlikka bog'liq aktiv hisoblanadi do'stlar. Bitcoin hali ham makro muhitga sezgir aktiv bo'lib qolmoqda. FRSni biroz qattiqroq
ruhdagi bayonnomasi kripto bozoriga bosim qildi va narx muhim darajalardan pastga qarab tushdi. Buni men avvaldan tahlil qilib kelgan edim va bu haqida YouTube'da ham video tahlilim mavjud aziz do'stlar. O'tgan yil dekabr oyida tomon olgan edim. Bundan tashqari hozirgi kunda kriptovalyuta bozorida likvidlik muhim omil hisoblanadi, ya'ni kapital, pul oqimi. Stavkalar yuqori bo'lganda kapital xavfsiz aktivlarga o'tadi va risk aktivlariga qiziqish pasayadi. Biroq geosiyosiy xavflar va dollar dinamikasi qisqa muddatli impulslar berishi mumkin. Endi biz bilamiz, o'tgan yillari Bitcoin ETF'lar chiqqandi, kriptovalyuta ETF'lar. Birinchi bo'lib Bitcoinga ruxsat berishgandi va litsenziyalar berishgandi katta institutsional fondlarga BlackRock kabi. Mana hozirgi kunlarda oxirgi bir necha hafta davomida BlackRock kriptovalyutalarni birjaga olib chiqib turganligi haqida ma'lumotlar tarqamoqda va biz bu statistikani ko'rib turibmiz. Bu nima degani? Avvallari odamlar Bitcoin ETF'larni BlackRock orqali sotib olishgan, ularga sarmoya kiritishgan. Ana endi Bitcoin qulamoqda do'stlar, odamlar o'z pozitsiyalarini fiksatsiya qilib, pullarini chiqarib olishmoqda. Bu demak, BlackRock o'sha ularda turgan Bitcoinlarni birjaga olib chiqib sotish kerak bo'ladi. Uni naqdlab investorlarga o'z pullarini qaytarib berishlari kerak bo'ladi va bu holatda agar katta institutsional investor bu kabi narsalarda agar sotadigan bo'lsa, birjada to'g'ridan to'g'ri, demak, biz shu narsani ko'zda tutishimiz mumkin bo'ladi aziz do'stlar. Ya'ni bu holatimizda bizda BlackRock o'z pozitsiyalarini short pozitsiyalarga o'tkazib turgan sabab aziz do'stlar, biz bozorda pul chiqib ketish oqimini, katta qismda pul chiqib ketish oqimini ko'rmoqdamiz va bu kabi fondlardan, BlackRockdan tashqari boshqa fondlar ham shu narsani qilmoqda. Bu yerda hozirgi kunda, mana aynan hozirgi kunda katta time frame'da bergan tahlilim amalga oshib bormoqda. O'zi 3-nuqtaga biz keldik. Dekabr oyidagi tahlilim YouTube'da ko'rishlaring mumkin. Hozirgi holatda ham bizda ikkita ssenariy bor. Long ssenariy, agar dollar zaiflashsa va risk appetit qaytsa, Bitcoin tezroq tiklanish harakatini boshlashi mumkin. Bunda muhim qarshilik darajalarini proboy qilsa, mana shu narsa bizga longga signal bo'ladi. Hozirchalik bu signal mavjud emas, katta time frame'larda pastga qarab ketmoqdamiz. Short ssenariy eng avvalambor amalga oshib bo'lgan ssenariy do'stlar. Fundamental nuqtai nazardan agar FRS qattiq pozitsiyani saqlasa va daromadlik o'ssa, Bitcoin yana bosim ostida qolishi mumkin. Bu holatda pastga qo'llab-quvvatlash darajalarigacha harakat ehtimoli bor va hozir biz shu narsani aynan ko'rib turibmiz. Do'stlar, fundamental qism yakunlandi. Bu bozor harakatini asosiy mantig'i. Endi eng muhim qismi grafikda buni qanday qilib ishlatamiz. Texnik tahlil, darajalar va aniq bitimga kirish nuqtalarini men yopiq Telegram kanalimda joylaganman. U yerda bozorga tezkor reaksiya berish, kunlik bozor o'zgarishlari va ssenariylarini kuzatish imkoniyati bor. YouTube formatida buni amalga oshirish mumkin emas. Yopiq Telegram kanalimda siz oltin, neft, Bitcoin va dollar bo'yicha to'liq tahlil, darajalar va ssenariylar, jonli efirlar, strategiyalar, savol-javob sessiyalari va amaliy yondashuvlarni qo'lga kiritasiz. Agar faqat nima bo'lyapti, buymi yoki sellmi yoki buy sellni bosish emas, balkim qanday ishlash kerakligini ham bilmoqchi bo'lsangiz, nimaga bu yerdan kirilyapti, nimaga bu yerdan chiqilyapti, nimaga bitim ochilmasligi kerak, bu qanday ochiladi va qo'shimcha bilim olmoqchi bo'lsangiz, ushbu video opisiyasidagi va kommentariyasida havola orqali Telegramimga qo'shilish imkoniyatingiz bo'ladi do'stlar. U yerga kirish mutlaqo bepul. Sizlar bilan Feruzbek Aliyev. Ikkinchi qismda Telegramimda ko'rishguncha.